Navoda sizlar bir süpürge bilan süpürülayotgan va har tarafi pok-pokiza tozalanayotgan bir ko'chani ko'rib, süpürgeni tutgan qo'lni ko'rmasanglar, bundaq ahvolda butun xalqo olam bir bo'lib, bu ko'chaning tozaligini ashu süpürgening o'zligidan qilayotganligini da'vo qilsa, sizlar buningga ishonamsizlar? Süpürgening o'z oldiga bu ko'chani supurayotganligiga sizlarni qoyil qila olamdi? Albatta yo'q. Hatta bu da'voga kulibla qo'ysizlar xolos. Chunki ko'chani supurish uchun tirik bo'lish kerak. Tirik bo'lmagan narsa ko'chani supurolmaydi. Holbuki supurgining jini yo'q. Yana biriga supurguchining kuch-quvvati bo'lishi kerak. Kuch-quvvati yo'q narsa supurgini harakatlantirolmaydi. Holbuki supurgining kuch-quvvatimi yo'q. Yana kelib süpürgücünün iradesi bo'lishi va süpürüp süpürmaslikni qaror qila olishi kerak. Holbuki süpürgünün iradesi mi yo'q. Shundaqla süpürgücünün ilmi bo'lishi va süpürishni bilishi kerak. Holbuki süpürgünün ilmi mi yo'q. Bulardan sirt süpürgücünün mehr shafqati bo'lishi va ashu mehr shafqati bilan ko'chada o'ltirdiganlarga marhamat qilishi va ularni maynatchilikdan qutuldirish uchun bu ishni qilishi kerak. Holbuki süpürgüning mehr shafqatimi yo'q. Shundaqla süpürgüchi hikmatlik va foydali bo'lganni tanlay oladigan bo'lishi kerak. Ko'zi bo'lib, ko'chani ko'ra oladigan bo'lishi kerak. Quloqi bo'lib, ko'chadagi aholining noli faryodlarini anglay oladigan bo'lishi kerak. Hikmati, ko'zi va quloqi yo'q narsaning ko'chani tozalash ishini haqiqiy ishga oshiruvchi bo'lalishi mumkin emas. Bulardan sirt yana mushularga o'xshagan ko'plagan sifatlari bo'lishi kerak. Holbuki bu sifatlarning hech qaysisi süpürgüde yo'q. Süpürgida mazkur sifatlar bo'lmaganlikdan biz süpürgini tutgan qo'lni ko'rmasakmi, bu hikmatlik ishni süpürgüga emas, balki mazkur sifatlarga ega bo'lgan haqiqiy fa'ilga mansub qilamiz. Chunki bizning u qo'lni ko'rolmaganligimiz uning yo'qligini uqtirmaydi. Aksicha, bu hikmatlik ish uning borligiga dalolat qiladi ham uning borligini isbotlaydi. Ajaba, kichikkina bir ko'chani tozalashdek oddiy bir ishmi süpürgega mansub qilinmay, mazkur sifatlarga ega bo'lgan birining borligi qabul qilingan yerda bu buyuk koinotni va uningdagi ko'chalardan biri bo'lgan dunyoni tozalash ishini qandoqsiga süpürgüning o'rnidagi sabablarga mansub qilg'ili bo'lsin. Shundoq, bu koinot va bu dunyo to'xtamay ishlab turadigan cho'ng bir zavod. Har vaqt to'lib teshib turadigan bir o'tang va mehmonsaroydir. Bundaq ishlaydigan zavodlar, o'tanglar va mehmonsaroylarning axlat va keraksiz buyumlar bilan eg'ir darajada bulg'anadiganligi hammamizga ayon. Agar ko'ngil qo'yib tozalanmasa, ichida turg'ili bo'lmaydi. Inson uningda nafas ololmaydi. Holbuki bu koinot zavodi va dunyo mehmonsaroyi shunchalar pokiza, sop va bulg'anmaganki, keraksiz hech narsa, foydasiz biror modda, tasaddibi biror bulg'anish yo'q. Bo'lgan taqdirdami nihoyatda tezla tozalanib turadi. Demak, bu zavodning egasi shundoq bir zotki, bu cho'ng zavodni va bu katta mehmonsaroyni kichik bir hujraga o'xshash supurtib, tozalatib turadi. Navoda bir odam bir oy yuyunmaydigan ish bo'lsa, badani kirlishib, kichik hujrasini bir oy supurmasa, axlatga to'lib, maynat besib ketadi. Holbuki bu koinotda hech qanday bulg'anish va maynatchilik yo'q. Demak, bu koinot saroyidagi pokizilik, hikmatlik ham inchki bir tozalikning natijasidir. Agar koinot ashundoq uzluksiz ham inchki tozalanib turmasa edi, bir yilga qolmay necha yuz ming xildan oshadigan turli tuman jonliqlar nafas ololmaydi. Olam bo'shliqidagi yulduzlarning parchalari o'limni keltirib chiqaradi. Beshimizga tog'dek cho'nliqdagi toshlar yog'adi. Holbuki bu koinot Allohning Quddus ismining namoyandasi sifatida tozalanib turishi va uning pokizaligi Allohning borligining ro'shan guvohchisidir. Qani amdi bu koinot ustida astoydillik bilan fikr yurgizib boqayli.
Dengizlarda her kuni minglagan baliqlar o'ladi. Lekin hech qanday o'lik baliq ko'ranmaysiz. O'rmonlarning ichida 100 minglagan hayvonot yashaydi. Har kuni minglab tug'ilib, yana minglab o'lib turadi. Ammo bulg'unishdan asarmi yo'q. Havoda necha o'nlagan zaharli gaz bor, ammo hech qaysi havoni bulg'amaydi. Koinotga nazar solsaqmi, hech yerda axlat duvlarini ko'rmaymiz. Tadqiqotchilar buning sababini mundoq tushundiradi. Saman yo'li sistemasi bir-birini kesib o'tganda bir hodisa yuz beradigan bo'lib, tadqiqotchilar bu hodisani gelamyush deb ataydi. Oldidagi bir turg'un yulduzlar sistemasi ichidan intayin yuqori sur'at bilan kesib o'tgan yana bir turg'un yulduzlar sistemasi oshu tezlik sababidan mazkur turg'un yulduzlar sistemasidagi gaz va to'zonlarni elektronlik gilam yuyish mashinasiga o'xshash sho'rab tozalaydi. Ondan bu chang to'zonlarni o'z ichidagi yangi yetishayotgan yulduzlarga ozuqlik qilib beradi. Acaba bu tozalik tasaddibilikning natijasi bo'lishi mumkinmi? Ahli ho'shi joyida odam mushundoq hikmatlik tozalikni allaqandoq sabablarning yoki tabiatning mahsuli deb qaramdi. Ey Allohni inkor qilguvchi, ho'shingizni yig'ing. Agar bu buyuk koinotning ovozini anglayolmayotgan bo'lsangiz, bu yoqqa keling. Yolg'iz bir yaproqning so'zlarini anglab beqing. Zan silib anglang. U nima deyotadi? U deydiki, "Manga qara, mendagi pokizalikni ko'rgin. Ovu ko'chadagi uylarning derazalariga bir qarag'ina. Mubodi 1-2 hafta tozalanmay qolsa, hamma yerini to'pchang besib, maynat besib ketadi. Ammo menda va boshqa menga o'xshagan yopurmoqlarda undoq to'pchang va maynatchilikni ko'rmaysan. Ajaba bizdagi bu pokizalikni ko'rmayyotamsan? Bizning bu pokizaligimiz sening diqqatingni qat'iy tortmayyotamdi. Ajaba bizni kim tozalaydigando deb o'ylanib boqmamsan?